Sen deyapsiz. Yo'q, men alla video qo'y. Rostdanmi? Rostdan bo'lsa menga ham sinab bering. Sinab bering? Haqiqatan. Ha, o'tiraylik. Allo. Oyishto. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Alaykum assalom, rahmat. Aka, ismim Sardorbek, uzr bezovta qilgan bo'lsam. Sardorbek, hop. Ismingiz nima edi? Lola degan yaxshi ko'rgan qizingiz bormi aka? Ha, bor, tinchlikmi? Ha, tinchlik aka. Xullas u qizni uyiga men uydagilarni sovchilikka borishgan ekan. Hop. Shunga aka bir surishtirib tursam, siz yaxshi ko'rgan yigit ekansiz aka. Shunga o'rtalarda nima bo'lgan, rostdan yaxshi ko'rasizmi u qizni? Shuni bilmoqchi edim aka. Ha, surishtirish kerak yo'q. Ukamisiz, akamisiz bilmadim. Aha. Men o'zim uylanaman deb qo'yganman. Siz rostdan uylanadigan bo'lsa, men uydagilarga aytdim, "So'q qizni qora qilmasdan, men o'zimni ayb topib turib, boshqa qizni yaxshi ko'raman" deb turib, u qizdan misol men uydagilarim borgan u qizni uyiga. Shuni sizga aytyapman, bo'ldi. Men o'zim uylanaman deyapman. Surishtirib boshqa qilib yurmang. Yaxshi ko'rasiz u qizni, shunaqami aka? Ha, yaxshi ko'rganim uchun uylanaman deyapman-da. Ha, bo'ldi, aka, rahmat. Xayollarimdasan, kechalari o'ylayman tanho seni yorim. Yuragimdasan, faqat seni bir bor ko'rmoq istagim zorim.